Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 2025-yil 29-iyun sanasi mana Karmen noklarimiz sotib olasi. Mana shu holatga keldi o'rtalar. Uje pishib yetilyapti yana 4 kun 5 kun uzoq bilan 1 haftaligi bor o'rtalar. Kalibri bundan ham yirik bo'ladi. Yana ham rang oladi o'rtalar. Yilda bu bog'da videosini qo'yib boramiz do'stlar. Buni ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga buni ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa 99lik 845 0195 raqamiga telefon qilaverasizlar o'rtalar. Karmen nok tagi behiga payvand bo'lgan. Sxemasi 5 ga 1 sxemada ekilgan. Hosildorligi o'ta zo'r. Noklarning ichida kasallikka eng chidamli nok mana shu Karmen nok hisoblanadi o'rtalar. 3 tasi 1 kilodan oshiq bo'lib ketadi. Ekish tavsiya qilamiz. Daromadi ham o'ta kuchli o'rtalar mana. Hammasi mevani bir xilda quyib yuborgan o'rtalar. Noyabr oyida ko'chatlar tayyor bo'ladi. Ko'chatlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Xudo xolasa ko'chatlarga zakaz olishni boshlaganmiz. Mevali ko'chatlar assortiment barcha turidan bor o'rtalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana mevani hammasi bir xilda quyib yuborgan o'rtalar.